O'zbekiston fuqarolariga tezkor xushxabar. O'zbekistonda 1-yanvar sanasidan boshlab nimalar o'zgardi? Qonunchilikda qanday yangiliklar bo'ldi? Qanday o'zgarishlar bo'lganligi, oyliklar, pensiyalar va nafaqalar qanchaga oshishi, bola pullari va moddiy yordamlar kimlarga berilishi haqida barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 1-yanvar sanasidan boshlab o'zbekistonliklar hayotida va qonunchilikda nimalar o'zgardi? Dodasi mana YouTube kanali barcha yangiliklarni siz azizlar e'tiboriga havola etdi. Birinchi o'zgarish: tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda bir vaqtning o'zida bir nechta xizmatlar ko'rsatiladi. Ikkinchi, eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etiladi. Uchinchi, YTT ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi. To'rtinchi, hamroh dasturi doirasida tadbirkor xotin-qizlar qo'llab-quvvatlanadi. Beshinchi, maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlariga KPI natijalari uchun ustamalar berish boshlanadi. Oltinchi, ayrim tibbiyot xodimlarining farzandlarining kontrakt to'lovi bir qismi qoplab beriladi. Yettinchi, sun'iy intellekt yo'nalishida eng yaxshi startap tanlovi o'tkaziladi. Yettinchi, ayrim tibbiyot xodimlariga pul mukofotlari beriladi. 8. Qurilish sohasidagi yosh olimlar uchun ilmiy natijalar va tanlovlar e'lon qilinadi. 9. Homiladorlik va tug'ish nafaqasi proaktiv shaklda tayinlanadi. 10. A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun to'g'ridan-to'g'ri imtihonlarni topshirish huquqi beriladi. 11. Kambag'al oilalarning a'lo baholarga o'qiyotgan farzandlari oromgohlarda bepul dam olishlari mumkin bo'ladi. 12. Zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish yoki realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari daromadidan qat'iy nazar qo'shimcha qiymat soliq to'lovchisiga aylanadi. Shuningdek, ular ma'lum shartlarga rioya qilgan holda budjetga to'lagan qo'shimcha qiymat solig'ining 80% qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. 13. Davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarni O'zbekiston hududiga olib kirishda veterinariya ruxsatnomasi va sertifikatni 2 barobar qisqartirilgan muddatda beriladi. 14. Respublikaning tog'li hududlarini kesib o'tuvchi A373 va M39 avtomobil yo'llari va ularga tutash temir yo'llarda ko'chki sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarda doimiy ravishda radiatsion kosmik monitoring qilinadi. 15. Seysmik xavfi yuqori bo'lgan hududlarda ko'chki zilzilalar sun'iy intellekt yordamida o'rta va uzoq muddatli prognoz qilish yo'lga qo'yilmoqda. Birinchi bosqich Toshkent shahri tajribasi asosida tashkil etiladi. 16. Fuqarolarning ijtimoiy yordam bo'yicha murojaatlari, oilalar va aholi bo'yicha ma'lumotlarini buyurish, raqamlashtirish mahalla platformasi orqali amalga oshiriladi. Buning uchun mahallaning markazlashgan reyestri ishga tushiriladi. 17. Xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lgan shaxslar yashash joyi bo'yicha vaqtincha ro'yxatga olish 1 yilgacha bo'lgan muddatda YAIPIT orqali amalga oshiriladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.